Assalomu alaykum do'stlar. Biz hozir internetdan ақша ishlashning bir yo'lini ko'ramiz. Al Fruit Money degan sayt. Sayt. Bu sayt fruktlar sotib olasizmi o'sha bilan. Bu yerda registratsiyasini ko'rib ketamiz. Registratsiyani bosasizlar. Login emailingizga yozasizlar. Parol qaytalab kapchani kapchani ismini bosasizlar. Registratsiyani bosib registratsiya bo'lasizlar. Men registratsiyadan o'tdim. O'shaning uchun bu xatdan kiraman. Yerda profil покупка деревьев yerda яблоко, вишня, апельсин, яблоко 10 rubl ekan, vishnya 50 rubl, apelsin 250 rubl. Yabloko soatni 21 plodovdan berib turadi ekan. Menda hozir cheti 6 shtuk yabloko, 1 shtuk vishnya var. Общий 7 shtuk. Men yana sabrat qilganim o'ldirdim. Bir sutkada bir osh sabrat qilib turish kerak. Yana sabrat qilganman. Ta'mir bosib. 354 fruktni topdir. 355. Anan pakada 7 rubl, vodka 4 rubl. Agar aqshani qaydan chiqaramiz desangizlar, versi degan bosib Payer, Kiwi, Yandex.Dengi kashliklarga chaqirsanizlar bo'ladi. Ondan da surfing sayt degan bor. O yoqdan da o'xshash etsangizlar bo'ladi. Misol 20 sekund ochib 20 sekund kutib tursak, undan 3 kopeyka berayotgan. Mana ko'rganda vaqt ko'p ketib qoldi sizlarga. O'shani ochib o'zingizlar kirib ақша ishlasangizlar bo'ladi. Agar ko'proq ақша to'playman desangizlar, mana пополнить bosib ақша пополнение qilib Payer'den, Kiwi'den, Yandex, Visa kartalardan пополнение qilsa bo'ladi. O'shalardan ақша пополнить etib daraxtlarda sotib olsangizlar bo'ladi. Hech ne olma.
Hani eğer özünden ele işteyim desеңizdер, anda özünüzдөр bilesizler. Ушул жакшы сайт. Мында кече жакында эле регистрация болгом. Азыр эми эле топтолуп атат. Эгер кааласаңыздар, ссылкасын опцияны калтырып коем. Ошол жерден кирип регистрация болосуздар. Анан видео жакса лайк басыңыздар, подписаться басып койсоңуздар жакшы болмок. Анан дагы бир немеси, эгер кийин кандай табабызды ошол сайтты десең, но 3 точканы басып добавить на главный экран деген басып сохранить этип коесуздар. Ошондо экранга ошонун ссылкасы туруп калат. Кийин ошол ссылканы басканда өз автоматически ичиге кирет. Ошону койсоңуздар кийин оңой болот.